agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensioner bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki 2026 yilda pensionerlarning holatini to'g'ri baholash uchun birinchi navbatda bitta savolga javob topish kerak. Siz qaysi guruhga mansubsiz? Ko'pchilik men pensionerman. Demak, hamma qoidalar menga bir xil tegishli deb o'ylaydi. Aslida esa unday emas. Pensiya miqdori qo'shimcha to'lovlar ishga kirganda pensiyaga ta'siri, ijtimoiy yordam olish imkoniyati, tibbiy imtiyozlar va hujjat tekshiruvlari aynan qaysi guruhga kirishingizga qarab farq qilishi mumkin. Men bugun sizga 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim 4 ta guruhni oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha yugurib yurmasligi mumkin, qaysi holatda pensiya jamg'armasiga borish kerak, qaysi hujjatlar tayyor turishi kerak, bularning hammasini birma-bir aytaman. Chunki ko'pchilik aynan oxirgi nuanslarda xato qiladi va pulini yo'qotadi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari ko'p pensionerlar uchun hamma narsa nisbatan sodda ko'rinardi. Pensiya tayinlangan, har oy kartaga yoki naqd shaklda tushadi. Odam o'ziga tegishli pulni oladi. Agar ishlasa ishlaydi, ishlamasa uyda bo'ladi. Ammo oxirgi yillarda pensiya tizimi ancha raqamlashtirildi. Endi davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaygan, soliq organlari, bandlik ma'lumotlari, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, mahalla bank, FDYO, migratsiya va boshqa bazalar bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Masalan, pensioner ishlayotgan bo'lsa, uning ish haqi bo'yicha ma'lumot tizimida ko'rinadi. Nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, bu ham ko'rinadi. Biror kishi vafot etgan bo'lsa, FDYO ma'lumoti asosida ortiqcha to'lov to'xtatilishi kerak. Kimdir boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, yashash manzili va pensiya to'lash tartibi qayta tekshirilishi mumkin. Demak, 2026 yilda eng katta o'zgarish shuki, hech kim bilmaydi degan eski tasavvur endi ishlamaydi. Tizim ko'proq tekshiradi, ma'lumotlarni solishtiradi va ayrim holatlarda pensionerdan hujjat talab qilishi mumkin. Shu sababli men pensionerlarni shartli ravishda data asosiy guruhga ajratib tushuntiraman. Bu guruhlar sizning huquqingizni bilishingiz, ortiqcha xavotirga tushmasligingiz va kerakli joyda o'z vaqtida harakat qilishingiz uchun kerak. Birinchi guruhga eng ko'p uchraydigan pensionerlar kiradi. Bular yoshga doir pensiya oladigan. Ya'ni erkaklar belgilangan yoshga yetib, ayollar belgilangan yoshga yetib, mehnat staji asosida pensiyaga chiqqan fuqarolardir. 65 yoshdan oshganlarning katta qismi aynan shu guruhda bo'ladi. Agar siz pensiyaga oddiy tartibda chiqqan bo'lsangiz, nogironlik pensiyasi emas, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi emas, maxsus xizmat pensiyasi emas. Demak, siz ehtimol birinchi guruhdasiz. Bu guruhdagi odamlar nimani bilish kerak? Eng avvalo, pensiya miqdori odatda staj, ish haqi, tayinlangan sana, qonunchilikdagi indeksatsiya va qo'shimcha ustamalarga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir odam 30 yil ishlagan, rasmiy ish haqi bo'lgan va pensiyaga chiqqan. Ikkinchi odam esa umrining ko'p qismini norasmiy ishlagan, rasmiy staji kam. Ularning yoshi bir xil bo'lsa ham pensiya miqdori farq qiladi. Ko'pchilik qo'shnim mendan ko'p bo'ladi. Nega deb so'raydi. Javob ko'pincha shunda: staj boshqacha, ish haqi bazasi boshqacha, hujjatlar to'liq yoki noto'liq. 2026 yilda bu guruhdagilar uchun asosiy xavf hujjatlardagi eski xatolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Arxiv ma'lumotida tashkilot nomi noto'g'ri ko'rsatilgan. Ish davrining bir qismi tasdiqlanmagan. Pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa ham. Ayrim qayta hisoblashlarda yoki qo'shimcha staj kiritishda shu xatolar muammo tug'diradi. Hayotiy misol keltiraman. Deylik 6-7 yoshli Karim aka 1990 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda uning 10 yillik davri hisobga olingan, lekin 5 yillik arxiv hujjati topilmagan. Keyin u eski hamkasbidan zavod arxivi tuman arxiviga topshirilganini bilib qoldi. Agar Karim aka arxivdan ma'lumotnoma olib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim katta summa bo'ladi degani emas, lekin o'yiga hatto takinta ming yoki 1 ming so'm qo'shilsa ham yiliga sezilarli pul bo'ladi. Bu guruhdagilar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, sizning yashash manzilingiz, bank kartangiz, pasport ma'lumotlaringiz joyida bo'lsa.
Lekin agar pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblanmagan deb o'ylasangiz yoki yaqinda familiya, pasport, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Ikkinchi guruh juda muhim. Bu 65 yoshdan oshgan bo'lsa, ham ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir o'qituvchi, shifokor, hisobchi, haydovchi, do'kon sotuvchisi yoki kichik biznesda yo'llanma xodimi bo'lib ishlaydi. Ba'zilar pensiya olsam ham ishlashim mumkinmi deb so'raydi. Umumiy qoida bo'yicha pensioner ishlashi mumkin. Lekin ishlayotgan pensionerning holati ishlamayotgan pensionerdan farq qiladi. Nima uchun? Chunki ish joyi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hisobot beradi. Sizning bandligingiz tizimda ko'rinadi. Agar qonunchilikda ma'lum turdagi qo'shimcha to'lov faqat ishlamaydigan pensionerga berilsa, ishlayotgan pensioner bu to'lovni olmasligi mumkin. Yoki ayrim kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar daromadga qarab baholanadi. Demak, siz ishlayotgan bo'lsangiz, daromadingiz hisobga olinishi ehtimoli bor. Masalan, 6 yoshli Dilbar opa maktabda yarim stavka ishlaydi. U pensiya ham oladi, ish haqi ham oladi. Bu yomon emas, aksincha qonuniy ishlayotgan bo'lsa hammasi tartibli. Lekin Dilbar opa mahalladan kam ta'minlanganlik asosida yordam so'rasa, uning pensiyasi ham, ish haqi ham oilaviy daromad tarkibida ko'rilishi mumkin. Shu sababli men pensionerman, avtomatik yordam berishlari kerak degan fikr noto'g'ri. Yordam mezonlari alohida tekshiriladi. Yana bir misol, 70 yoshli Tohir aka xususiy korxonada qorovul. Korxona uni rasmiy ishga olmagan, qo'liga naqd pul beradi. Tohir aka rasmiy ishlamasam tizim bilmaydi deb o'ylaydi. Lekin bunday holatning boshqa xavfi bor. Mehnat huquqlari himoyalanmaydi. Jarohat olsa, ish staji yoki sug'urta masalalari muammo bo'ladi. Ish beruvchi istagan kuni pul bermay qo'yishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman, agar ishlayotgan bo'lsangiz, shartnoma va rasmiylikni talab qiling. Ishlayotgan pensionerlar yana bir narsani bilishi kerak. Bank kartasiga tushadigan tushumlar ko'payib ketsa, ayrim ijtimoiy yordamlar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Bu pensiyani to'xtatadi degani emas. Lekin daromadga bog'liq imtiyozlarda tushuntirish so'ralishi mumkin. Shuning uchun ish haqi, ijara daromadi, tadbirkorlik daromadi bo'lsa, hammasi tartibli va hujjatli bo'lsin. 3-guruhga alohida e'tibor kerak. Bu guruhga nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar, shuningdek yoshi katta bo'lgani uchun parvarishga muhtoj bo'lgan fuqarolar kiradi. 65 yoshdan keyin insonning sog'lig'i o'zgaradi. Yurak-qon tomir kasalliklari, ko'rish pasayishi, harakatlanish qiyinlashishi, qandli diabet, insultdan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Bunday paytda oddiy pensiyadan tashqari qo'shimcha tibbiy va ijtimoiy yordam massasi paydo bo'ladi. Bu guruhdagi eng katta xato. Odamlar o'z huquqini bilmaydi yoki hujjat yig'ishdan charchab voz kechadi. Masalan, 72 yoshli ma'mura opa yurishda qiynaladi. Doimiy dori ichadi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Farzandlari onam baribir pensiya oladi deb o'ylaydi. Ammo agar uning sog'lig'i belgilangan mezonlarga mos kelsa, tibbiy tekshiruvdan o'tib, nogironlik guruhi yoki parvarish bilan bog'liq yordam masalasini ko'rib chiqish mumkin. Bu avtomatik berilmaydi. Shifokor ko'rigi, ambulator, karta, kasallik tarixi, tahlillar, xulosalar kerak bo'ladi. Nogironlik guruhi muddati ham juda muhim. Ba'zi holatlarda nogironlik muddatsiz belgilanadi, ba'zi holatlarda esa qayta ko'rik kerak bo'ladi. Agar qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborsangiz, to'rlarda uzilish bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratgan holat, pensionerning farzandlari viloyatda yoki chet elda keksa odam sanalarini eslay olmaydi. Hujjat muddati tugaydi. Keyin nega pul kamaydi yoki to'xtadi degan savol paydo bo'ladi. Sabab oddiy, tizimda tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bu guruhdagilar uchun yana bir nozik jihat bor. Parvarish qiluvchi shaxs masalasi. Agar keksa odam yolg'iz yashasa, o'zini o'zi eplay olmasa, mahalla, tibbiyot muassasasi va ijtimoiy xizmatlar orqali parvarish ehtiyoji baholanishi mumkin. Lekin buni og'zaki aytish etmaydi. Uy sharoiti oilaviy tarkib, tibbiy holat va daromadlar o'rganilishi mumkin. Misol uchun 75 yoshli Abdulla ota insultdan keyin o'ng qo'li yaxshi ishlamaydi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa shaharda. Agar u mahallaga murojaat qilib, oilaviy sharoiti va sog'lig'i bo'yicha ariza bersa, unga ijtimoiy xodim biriktirish, yordam turlarini ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Ammo ariza bermasa, ko'p hollarda hech kim uning muammosini to'liq bilmaydi.
To'rtinchi guruh imtiyozli maxsus toifadagi va qo'shimcha ustama olishi mumkin bo'lgan pensionerlar to'rtinchi guruh eng ko'p savol tug'diradigan guruh. Bunga urush va mehnat faxriylari, maxsus xizmat yoki xavfli sharoitda ishlaganlar, ayrim soha vakillari, davlat mukofotiga ega bo'lganlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchi oilalar, alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar kirishi mumkin. Bu yerda men juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Aniq imtiyoz turi doimo amaldagi qonunchilikka, hujjatingizga va maqomingiz tasdiqlanganiga bog'liq. Bu guruhdagi asosiy muammo shuki, odamda imtiyozga asos bor, lekin u rasmiy tasdiqlanmagan. Masalan, kimdir uzoq yillar zararli ishlab chiqarishda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida lavozim nomi umumiy yozilgan, zararli sharoitni tasdiqlovchi ro'yxat yoki arxiv ma'lumoti yo'q. Natijada odam imtiyozli hisoblashdan foydalana olmaydi. Yoki kimdir faxriy unvonga ega, lekin guvohnomasi yo'qolgan, nusxasi olinmagan. Shunda qo'shimcha ustama masalasida muammo chiqadi. Hayotiy misol. Olmitaksi yoshli Zayniddin aka 20 yil kon korxonasida ishlagan. U men og'ir sharoitda ishlaganman, pensiyam yuqori bo'lishi kerak deydi. Lekin pensiya jamg'armasi og'zaki gapga qarab emas, hujjatga qarab qaror qiladi. Agar arxivdan lavozimi, ish davri, ish sharoiti, buyruqlar va ish joyining tegishli ro'yxatga kirgani tasdiqlansa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, talabni isbotlash qiyinlashadi. Yana bir misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ayrim oilalarda 65 yoshdan oshgan ona yoki ota vafot etgan farzandi orqali o'quvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lovga da'vo qilishi mumkin. Lekin bu juda aniq shartlarga bog'liq. Qaramlik holati, daromad, marhumning ish staji, oila tarkibi kabi omillar tekshiriladi. Shuning uchun falonchiga berishibdi, menga ham berishlari kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir ish alohida ko'riladi. Endi eng muhim joyga keldik. Birinchi tuzoq pensiya kartasini boshqa odamga to'liq topshirib qo'yish. Ko'pi keksa odamlar kartasini farzandiga, keliniga yoki qo'shnisiga beradi. Albatta, ishonch bo'lishi mumkin, lekin men ekspert sifatida ogohlantiraman. Karta sizning nomingizda, pul sizniki, javobgarlik ham ko'p holatda sizning manfaatlaringiz bilan bog'liq. Agar pul yechib olinib sizga berilmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Yaxshisi ishonchnoma, bank SMS xabarnoma. Yaqin qarindosh bilan aniq kelishuv bo'lsin. Ikkinchi tuzoq, pasport yoki ID karta muddati, familiya va tug'ilgan sana xatolari. Pensiya tizimi shaxsiy ma'lumotlarga bog'liq. Agar hujjatda bitta harf farq qilsa ham, arxiv ma'lumotini ulashda muammo bo'lishi mumkin. Masalan, Yo'ldoshev bir joyda Yuldashev bo'lib yozilgan, tug'ilgan yil 1928 o'rniga 1929 ko'rsatilgan. Bunday mayda xatolar katta ketishga sabab bo'ladi. Uchinchi tuzoq, vafot etgan pensionerning pensiyasini olishni davom ettirish. Ba'zi oilalar 1-2 oy tushibdi, ishlatib yubordik deydi. Bu juda xavfli. Ortiqcha to'langan summa keyin qaytarilishi talab qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner vafot etsa, FHDga rasmiylashtirilgach, bank va pensiya jamg'armasi masalasini ham tartibga keltirish kerak. To'rtinchi nuans, chet elga uzoq muddatga ketish. Agar pensioner boshqa davlatga ko'chib ketsa yoki uzoq yashasa, pensiya to'lash tartibi bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Bu holatda oldindan pensiya jamg'armasidan yozma yoki rasmiy tushuntirish olish kerak. Men ketib qolaman, karta ishlayveradi degan fikr keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. 5-nuans, qayta hisoblash hamisha avtomatik bo'lmaydi. Ba'zi oshirishlar umumiy tartibda avtomatik qo'llanadi. Lekin sizda yangi hujjat, qo'shimcha staj, arxiv ma'lumotnomasi imtiyozga asos bo'lsa, ko'pincha ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ariza bermasangiz, tizim sizning qo'lingizdagi eski hujjatni o'zi topib kelmaydi. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Oddiy yoshga doir pensiyamisiz? Ishlayapsizmi? Nogironlik yoki parvarish ehtiyoji bormi? Maxsus imtiyoz yoki ustamaga asos bo'lishi mumkinmi? Shu savolga javob topmasdan turib, pensiya masalasini to'g'ri hal qilib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, hujjat papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari, yashash manzili hujjatlari bo'lsin. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang, suratga olib qo'ying, nusxa qildiring. Uchinchi qadam,
pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni tayinlash yoki qayta hisoblashda falon davrdagi ish stajimni falon hujjat asosida ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilgan hujjatlaringiz ro'yxatini yozing. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 4-qadam. Arxivni tekshiring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, u mutlaqo yo'q bo'lib ketgan degani emas. Uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivdan ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshida ishlaganlar uchun bu juda muhim. 5-qadam. Sog'lig'ingiz yomonlashgan bo'lsa, faqat uyda shikoyat qilib o'tirmang. Oilaviy poliklinikaga boring, shifokor ko'rigidan o'ting. Kasallik tarixini rasmiylashtiring. Agar nogironlik yoki parvarish ehtiyoji bo'yicha asos bo'lsa, shifokordan keyingi tartibni so'rang. Tibbiy hujjatsiz men yurishga qiynalaman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. 6-qadam. Ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan rasmiy shartnoma, ish haqi varaqasi va soliq hisobotlari tartibli ekanini so'rang. Bu sizni himoya qiladi. Agar yarim stavka ishlasangiz ham hujjat bo'lsin. Keyinchalik biror ijtimoiy yordam so'rasangiz, daromadingizni tushuntirish oson bo'ladi. 7-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya holatingizni tekshirtiring. Buning uchun albatta katta janjal qilish shart emas. Shunchaki mening pensiya ish hujjatlarimda hammasi to'g'rimi? Qo'shimcha staj kiritish imkoniyati bormi? Ma'lumotlarim yangimi? deb so'rang. Ayniqsa 2026 yil oldidan hujjatlarni tartibga keltirish foydali. Demak, 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim masala o'zingizni qaysi guruhga mansubligingizni bilish. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. To'rtinchi guruh imtiyozli, maxsus toifadagi va qo'shimcha ustama olishga asos bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Men sizga maslahat beraman. Hujjatlaringizni bugundan tartibga keltiring. Arxiv ma'lumotlarini tekshiring. Sog'lig'ingiz bo'yicha rasmiy xulosalarni yig'ing. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda albatta yozma ariza bilan murojaat qiling. Eng muhimi. Hamma narsa o'zi bo'ladi deb kutmang. Pensiya masalasida huquqini bilgan odam ko'pincha o'ziga tegishli imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. Izohlarda yozib qoldiring. Siz qaysi guruhga kirasiz va pensiya bo'yicha eng katta muammongiz nima? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat keksa odamning bir necha oylik, hatto bir necha yillik pulni saqlab qolishi mumkin.